Xudo xolisa 2,5 million so'mdan bitta qo'chqor, bitta sog'liq, bitta oila qilib boqing. Assalomu alaykum, qo'y biznes kanali hurmatli obunachilari, qo'y ishqibozlari, shunaqa haqiqatan barakali narsalarga qiziqadigan akalar, chorvaga qiziqadigan akalarda. Xudo xolisa qo'y biznes kanali uchun yana yangi maxsus video bo'ladi. Bugun akalarimiz ko'p. Bilasiz, qo'y biznes kanalida doimgidek qisqa va lo'nda bo'ladigan vaqt ko'p olmaydigan darajada video qiladi. Xudo xolisa partiya qilib ko'rsatib qo'ylar zo'ri kelgan. Qo'chqor, ehsonga bo'lsa ham boqqani, sovliq, qisqa sovliq, bo'g'oz, hammasidan. Ya oxirida qo'zilar, barra qo'zilarni 2,5 million so'mdan ham qo'yib beraman. Like bosib, qo'llab-quvvatlab, chiroyli qilib joylashib olib ko'ring. Erinmasdan, xudo xolisa qo'ylar va bosgan laykingizga arziydigan video bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum qo'y ishqibozlar, qo'chqor ishqibozlari, mana shunaqa zo'rlardan boqaman degan haqiqatdan qo'yni muxlislari desa ham bo'laveradi. Xo'p, qo'ylarni zo'ridan keldi. Qo'y biznes kanaliga kuzatib borayotganingiz uchun kattakon rahmat. Haliga aytishadi-yu, qo'y biznesga xush kelibsiz. Xudo xolasa mana shunaqa biznes qilaman, qo'y pulimni ko'paytiraman deganlarga mana shunaqa qo'ylarni zo'ridan olib keldik. Qisqa chiroyli video qilishga harakat qilamiz. Qo'ylarni ko'rib turibsiz. Holatiga like bosib qo'ying. Qarang, o'zi tulashni boshlagan. Qo'ydi bilsangiz, aqlli qilishmas u. Kallasini oldi bilan, mana shunaqa kallalarni oldi bilan dumbasni tulashni boshlasa, bu degani qo'y semirishga yetib kelgan. Semirayotgan qo'y hisoblanadi. Ko'ring, mana quloqlarini qarang, oldidan o'zi semirishni boshlagan qo'ylar. Ko'ryapsiz-a, holatlari zo'r. Xudo xolasa haliga aytishadi-yu, ideal deydi-yu. Hamma narsa ideal bo'lmaydi. Ideal narsani o'zi yo'q menimcha. Lekin qo'ylar haqiqatdan realni yaxshi qo'ylar, effekt beradi. Ko'rib turibsiz sog'lomligini. Shunga boshlarni qarang. Qo'llari ham toza, o'zi tulab, o'zi alik degan variantdan. Xudo xolasa, biz manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani, o'sha mashhur arzonchilar, optimchilar qishlog'i, Saroy qishlog'ida turibdi. Haqiqatdan kelib ko'rib olaman deganlar uchun ham bir maxsus video bo'ladi. Behijolat aldovni yo'q. Hammasini mana shu videoda qo'yilgan narxlarda qo'yib beramiz. Bugun video o'ta qulay va arzon bo'ladi. Like bosib qo'llab-quvvatlang. Mana bu qo'chqorlarni qarang, garbonoslari ham yaxshi, mana qarang. Xudo xolasa zo'rlardan kelgan. Soni 5 dona, hammasi qo'chqor. Quloq boshlari, xo'p, ikkitasidami yana bor ekan, xolos menimcha qolganlari but-butun. Qurbonlik uchun zo'r effekt beradigan qo'ylar. Holatlari ham ko'rib turibsiz, mana sarig'ini ham qarang. Juda chiroyli vaj bergan. Xo'p, akalar bular soni yosh oyligi 10 oylik, 11 oylik atrofidagi ehson boblardan desa ham bo'laveradi. Semiz, yem yeb turgan. Manzilimizni eslatib o'tamiz. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'i. Bugungi sanamiz 2026-yil 22-mart. Xudo xolasa sizlar uchun manzur bo'ladigan video bo'ladi degan umiddaman. Boqsangiz mana shunaqa yaxshisini boqing deyman-da. Xo'p, ular yosh oyliklarini 10-11 oylik dedik. Bo'yvaslarini xo'p 80+ ga beramiz. Yeb ichish sog'liq salomatligi bir hafta 10 kun sinab olinadi. Bularni dastlabkasi vodiy bo'ylab Toshkentgacha bepul yetkazib berilaveradi. U yog'iga 12 viloyatga dastlabkamiz bor. U yog'iga yo'l kirasiga ozgina yordam qilinsa, chiqazib beriladi. Endi haliga foydasini ko'pgina qo'yib O'zbekiston bo'ylab qilishni kerak yo'q. Bo'ladigan narsa Toshkentgacha bepul dastlabkasi bor. Men ham ozgina foydalanaman shunda. Sizlar ham ozgina yengilroq tushadi. Xo'p, hammasini bir joyga oldim desangiz, keling, muhimi narxida bulardi. Narxi hammasini bir joyga oladiganlar uchun bunaqa qilib 5,5 million, 5 million 300 ming so'm emas, optim olsangiz 5 million so'mdan ozma-oz kelishtirib beraman. Ko'rib turibsiz holatlarini. 5 million so'mdan arziydi. Video qilib haliga junni olib agregat qilib qo'ysangiz ham yarashaveradi, chiqaveradi. Lekin mana bu holatni qilaylik. Agregat qilsam ham 25 ming so'mdan agregat qildiraman. Uni ham narx qo'yiladi. Meni vaqtim ketadi. O'shaning uchun yana ham haliga ko'tarmasin. Imkon qadar masalan o'zi qurbonlikqacha boqsangiz, juni o'zi tulab, xudo xolasa 70 kun bor ta qurbonlikka ham. O'sha paytga olib chiqib junini oldirib olib chiqsangiz ham zo'r yaltirab turadigan qo'ylar bo'ladi. Hop, like bosib qo'llab-quvvatlab turasiz. Sizlar uchun yana 100 ming so'mdan o'tib beraman. 4 million 900 ming so'mdan hammasini bir joyga oladiganlar bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqing. Biz keyingi partiyalarimizni ko'rsatishda davom etaveramiz. Videomiz yoqib ketgan bo'lsa, bittadan like tugmachasini bosib qo'ying akalar. Xudo xolasa sizlar uchun manzur bo'ladigan umiddaman.
Keyingi partiyamizga sal yengilroq, puli arzonroq bo'lsin, lekin o'sha kam bo'lmagan holatda 5 ta bo'lsin deganlarga 2 dona sariq, qolgani qora kashtang variantlaridan top kelganmiz. Xudo xolasa like bosib qo'llab-quvvatlab turinglar. Bunaqa qo'chqorlarni zo'ridan, masalan, bu safar sizga 5 ta olinadigan bo'lsa, keyingi safar 50 ta, undan keyingi safar 500 talab olish nasib qilaversin. Hammamizni qo'ramiz qo'ylarga to'lib ketsin degan maqsadda videolarimizni yana davom ettiraveramiz. Qo'ylar qarang, xudo xolasa ideal holatda. Like bosib qo'llab-quvvatlab turinglar akalar, xudo xolasa yaxshi. Bo'yvaslari 75 plus minusga beriladi. 7 ishti sog'lik salomatlik bir hafta 10 kun sinov olinaveradi. Qo'ylar ko'rib turibsiz, sog'lom narsalar, oz-moz yem yeb turgan. Xo'sh, aksariyatini уже hammasini qulog'i but-butun aka. Birortasini eni bo'lmasa, mana shu qo'yda mana shu qulog'ida ozgina eni bor ekan, xolos kattasida. Xo'p, akalar, bular soni 5 dona bo'lsa, 8 oylik atrofida bo'yvaslar 75 plus minusga beriladi. Ko'rib turibsiz, juda chiroyli vaj. Hammasini bir joyga oldim desangiz, bu ham vodiy bo'ylab Toshkentgacha bepul yetkazib beriladi. Donalarga kelishamiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor, lekin bepul emas. Toshkentgacha bepul, undan uyog'iga kelishilgan holatda yetkazib berilaveradi. Xo'p, hammasini 5 shovini bir joyga oldim desangiz, videoni cho'zmasdan narxini bo'ladiganini aytib qo'yaylik. Hammasini bir joyga olinadigan bo'lsa 4 million so'mdan, adashmadingiz, 4 million so'mdan bir joyga yetkazib berilaveradi. Ko'ring, mana shunaqa yengilroqdan olaman deganlarga shu yaxshi variant deb o'ylayman. Keling, bitta narsa, hammasini bir joyga olsangiz, yana oz-moz xayrini qilib beraman. Tanlab olishga ham 4 million so'mdan faqat qo'y biznes uchun maxsus bo'ladi. Like bosib, qo'llab-quvvatlab turing. Biz keyingi partiyalarimizni ko'rsatishda davom etamiz. 3-partiyasiga haligi nima desa bo'ladi? Bir qara juni yo'q. Holatcha olaman. Keyin qo'chqor sog'liq aralash, to'qlizdan olaman deganlar bittadan like bosib qo'ysin. Qo'ylarni ko'rsataman. Xudo xolasa 5 dona bu ham. Bugun 5 ta bo'ladi. Ko'ring, like bosing, xudo xolasa qo'ydi zo'ridan. Yuravering-da, mana ko'rsataman qo'ylarni. Qarang. Soni 5 dona, 3 dona sog'lig'i bor, 2 dona qo'chqor. Mana qo'chqorlarni ko'rib turibsiz, mana bu qashqa bilan, ya'ni qorasi. Dumbalari ham, holatlari ham ideal holatda. Bular ham 75 plus minusga beriladi. Shunaqasidan boqing, xudo xolasa. Endi sog'liqlarini bilmadim. Endi haligi bo'g'ozmasligiga garantiya yo'q qo'chqorlarga. Lekin mana bu holatlari yaxshi, ideal holatda deb o'ylayman. Bitta narsa, kamerani menga qarating, men o'zim ham biroz chiroyli qilib video qilib beraman. Xo'p, 5 o'ni bir joyga oldim desangiz, bu ham bitta narsa. 5 million so'm emas, 4,5 million emas, 4 million emas, 3 million 900 ming so'mdan hammasini bir joyga bo'lsa, ketaveradi. Like bosib qo'llab-quvvatlaganlarga faqat kommentariyada ham o'z fikringizni qoldirasiz. Men o'zim qo'ylarni ko'rsataman. Mana, holatlarni qarang, xudo xolasa yaxshi arziydi mana. Habib sog'liq ham uzunligini qarang, gazini. Oriqrog'i shu holat. Qolganlari mana o'zi holati, ehson boblari ham bor. Junnoq qo'yilgan, tayyor vaz. Qarang, bu sog'liqlarni qarang, uzunligini qarang. Qo'chqor sog'liq aralash. 2 dona qo'chqori bor. Qolganlari 3 tasi sog'liq. Uzunlik. Qarang bular. Bularning yosh oyliklari 7 oylik atrofida yeb ichish sog'liq salomatlik bir hafta 10 kun sinov olinadi. Xo'sh, bu ham vodiy bo'ylab Toshkentgacha. Holatlari ideal. Bo'yvaslarni o'lchab beraveraman. Mabodo telefon qilsalaring, mana shu qo'y yoqdi menga desalaring, donalarga ham kelishaveramiz. Donalarga ham 4 million so'mdan mana shu yoqda deng, xudo xolasa vodiy bo'ylab Toshkentgacha yetkazib berilaveradi. Muammo yo'q. 3 million 900 ming so'mdan hammasini bir joyga olsangiz, yana oz-moz kelishiladigan joyi bor. Mana qarang, juda chiroyli qo'ylari. Qo'chqorchasini qarang bitta. Haqiqatan dumbasi ham juda tiyinma. Haqiqiy bo'ladigan narsa boshidan ma'lum deydi-yu. Xo'p, videolarimizni shu yerda keyingisini ko'rsatish boshlaymiz. Hammasini o'sha gap bir joyga oling, ukol vaksinatsiyasi ham bepul bo'ladi. Bitta joyga olgan odam yutadi. Shuni 900 ming so'mdan hammasini bir joyga yana kelishtiradigan joyi bor. Xudo xolasa qo'ylar yaxshi. Like bosib, qo'llab-quvvatlab tanish birodarlarga bittadan podeliska qilib qo'ying. Imkon qadar manfaatli bo'ladi-da. Xudo xolasa siz olmasangiz sizdan keyingilar olishi mumkin-ku. Bizni videomiz uchishiga yordam bergan bo'lasiz, xolos. Xudo xolasa aldovni aytib bo'lmaydi bu qo'y biznes kanalida. Ko'rib turibsiz, holatlari ham yaxshi. Qisqa londa qilamiz. Nima qilib yolg'on gap bo'lmaydi. Xudo xolasa realni telefon qilgan odamga mana shu narsalarni jo'natib yetkazib beramiz. Dastlabkasini o'ylashmasin. Keyingi partiyasini ko'rsatib beramiz biz.
Keyingi partiyamizga ham 5 dona. Aytdik-ku, bugun 5 ta bo'ladi, Xudo xolasa. Qo'llarda qo'zi. To'xtatsa ham bo'laveradi, darra qo'zilsa ham bo'laveradigan vaziyatda. Soni 5 dona, 3 ta qo'chqori bor, 2 dona sog'liq. Mana shu orqadagi ikkitasi sog'liq. Oldindagi 3 tasi qo'chqorcha. Hammasini quloq boshlari but-butun. Ko'rib turibsiz, holatlari ideal narsa. Yeb ichish salomatligi zo'r. Yana bir bor eslatib o'tamiz, manzilamizni Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'ida. Ko'rib turibsiz, qo'ylar yaxshi, effekt beradi. Bular ham qurbonlikka yetilaveradi, chunki bular ham 6 oylik atrofida. 6 oylik bo'lsa ham, 5 oylik bo'lsa ham hali 2 oylik, 7 oylik qo'y bo'ladi. Bilasiz, 6 oydan o'tgan qo'yda qurbonlikka yoki aqiqaga so'ysa bo'laveradigan vash hisoblanadi. Mana bularni hammasini asli boqsangiz ham zotga ham bo'laveradi. Endi hozir qurbonlik yaqinligi uchun qurbonlikka ko'proq tavsiya qilib beriladi, xolos. O'zingizdan chiqib qoladi-da. Masalan, men hozir buni narxini ham aytaveraman. 3,5 million so'm emas, 3 million 400 ming so'mdan beraman sizlarga. 3 million 400 ming so'mdan bo'lsa, 2 oy davomida ozgina yem-pem berib, boqib tursangiz o'zingizdan chiqib qoladi-da. Bo'lmasa sotaman desangiz ham, hech bo'lmasa 4,5 million so'm bo'ladi 2 oyda. Bir million $100 yoki eng kamida 4,5 million bo'lsa, masalan 5,5 million, 5 millionlik ham bo'lishi mumkin. Lekin eng o'rtacha hisobda 5 tasini olsangiz $500 pul qoladi. 2 oyga bormaydi. U buning uchun alohida ish qilish shart emas. Pulingiz, turgan pulingizda masalan 3,5 million so'mdan 3 million 400 ming so'mdan bo'lsa 17 million pul bo'ladi. Menimcha 17 million pul bo'lsa 5 tasini olib qo'ysangiz, xudo xolasa $500 foyda qilganda ham 2 oyda qurbonlikgacha eng kamida bu narsa $500 foyda qilganda ham yomon emas-da. Endi pulingiz o'sib qoladi. Buning uchun uydagilar olib bergan yemingizni yoki bir marta dalaga yaxshi ko'p aylantirib kelib tursa bo'ldi. Bu sizga alohida kasb hisoblanmaydi. Bu qo'y baraka degan narsa, haligi pulingizni o'stiradigan narsa-da. Like bosib qo'llab-quvvatlang, bularning hammasini quloq boshlari butun. Qo'y qilaman deganlarga ham bo'laveradi. Bu yil xudo xolsa avgustga borib mana bu sog'liqlarini qo'chqorga qo'shsangiz bo'laveradi. Ko'payib beradi-da, qarang, juda chiroyli vaj beradi. Xo'p, narxi o'sha 3 million 400 ming so'mdan, bo'yvaslari 70-75 gacha, yeb ichish salomatligi 10 kun garantiyasi bor. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha bepul yetkazib beriladi. Biz keyingi partiyamiz ko'rsatishda boshlaymiz yana. Akalar, so'nggi partiyamizga soni 7 dona bu safar, lekin 5 ta qo'chqori bor. Bu ham 5 ta hisoblasa bo'ladigan variant. Voy akalar, xudo xolasa zo'r vaj. Oling, foyda qilasiz. Bular o'suvchan narsalar. Haligi kundan kunga qo'shadigan vaj shular hisoblanadi. Quloqlari butun. Yosh oyliklari mana bu ikkitasi 1,5 oylik. Mana shu ikkitasi. Qolganlari 2-3 oylik atrofida. Yeb ichish, salomatligi вообще. Bizda silos, kepak, keyin somonni drabilkadan chiqarib berganimiz bor, o'shalarni yeyishyapti. Ularda 2 donasi sovliqchasi, qolgani 5 ta qo'chqori bor. Xo'sh, optimga ham narx aytaveraman, donalarga ham narx aytilaveradi. Ko'rib turibsiz, vajlarda juda chiroyli. Va o'tlar chiqib qoldi, ko'klamga dalalar kelib, dalalarda ko'klam kelib adashib ketdim hozir. Olib chiqib qo'ysangiz ko'chadan to'yib keladigan vajlar shular hisoblanadi. Qo'ylarni qarang, holatlari zo'r. Nimbalarni qarang, yoshligidan shunchalik. Shular bo'yaslarini endi aytish kerak yo'q, qo'zi, yosh narsalar. Ko'rib turibsiz, imkon qadar kelib ko'ring. Xudo xolasa, haligi kelib ko'rganda bitta narsa ko'zingiz bilan mehr tushadi qo'yga, mehringiz tushadi. Sizga yaxshi mehr ko'rsatsangiz, tez o'zgaradi. Olib borib tashlab qo'ysangiz, qimmat oldim-da. Men aytgandek bo'lmadi-da. Ko'nglim bo'lmadi-da, shunga desangiz, oldiga yem to'kib qo'ysangiz ham foydasi yo'q. Chunki hamma narsaga mehr kerak hisoblanadi. Qarang, juda chiroyli, oyoq qo'llari ham qalin-qalindan bo'lganda ular. Xo'p, optimiga bitta narsa 3 million so'mdan oz-moz kelishtirib beraman. 2 million 900 ming so'mdan beraman. 2 million 900 ming so'mdan optimga beraman. Xo'sh, bitta narsa sizlar uchungina maxsus bo'ladi. Hammasini vodiy bo'ylab Toshkentgacha bepul dastlabkasi ham bor. Bilasiz, hali yosh narsalarda keyin oxirgi partiyalarda imkon qadar vodiy bo'ylab qo'yiladi. Chunki qarang, qo'chqor bo'lib qolganda ular o'zi. Chunki ko'p foyda qilmaydi. Biz ham barra qo'zini boshladik. Xudo xolasa, yaxshi effekt bersa, yana ham ko'proq olib kelaveramiz. Chunki bularda sonidan ozgina, soni ko'pligi hisobiga ozginadan
foyda qilsa ham yetadi biz uchun. Kamda baraka deyishadi-yu. Xudo xolasa, xo'sh. Ash ikkitasini ajratay desada. Mana shu. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Bonus variantlari ham bor. Ikkita kichkinasini ajratib tashladim. Bitta mana shu sariq sovliq, 4 ta qo'chqori qoldi. Xo'p. Bularda hammasini olsangiz bitta narsa yaxshi. Kattarog'ida endi ikkita kichkinasini ajratib tashladim. Alohida ham aytdim, lekin beraveraman dedim. 2 million 900 ming so'mdan. Ikkita kichkinasini olib tashlaman. Bitta qo'chqor sovliqni olib tashlaman. 2 million 900 ming so'mdan. Hammasini bir joyga olsangiz, akalar, hozir nari ikkisini ham ko'rsataman. 2 million 800 ming so'mdan beraman. Sizlar uchun maxsus. Bu qo'y biznes kanali biz uchun haligi nima desam bo'ladi. Yangi kanal bo'lganligi uchun bilasiz, hamma narsa boshida arzon bo'ladi. Lekin bitta gap, Xudo xohlasa inshaalloh bizda har doim, unutmang, har doim arzon bo'ladi. Chunki bu o'zimning kanalim. Buning uchun hech qanaqa pul sarflamayman. Like bosib qo'ying. Keyingi 2 donasini biz ko'rsatamiz. Mana bu ikkalasini qarang, qo'chqor sovliq. Bu yoqqa qo'yib bergin. Qo'yib ber. Qo'chqor sovliq. Mana shu ikkalasini bir joyga olsangiz, qarang, qo'ylarda chiroyli. Qarang, narxini aytgani ham hijolat qilaman. Demakki, juda ham qulay bo'ladi. Ikkalasini bir joyga olsangiz, 2,5 million so'mdan ikkalasi bir joyga ketaveradi. Qo'chqor sovliq 2,5 million so'm. 2,5 million so'mga qo'y asl bermaydi. Lekin bizda bor. Mana qarang qo'ylarning holatini. Bular ham yem hashaka qiling. Haligi sut berib boqamanmi demang. Bularda olib boring, kerak bo'lsa katta qo'ylaringizga ham yeyishni o'rgatib qo'y. Mana qorilarni qarang. Kelar, like bosib qo'ying. Mana shularga Xudo xolasa 2,5 million so'mdan bitta qo'chqor, bitta sovliq, bitta oila qilib boqing. Inshaalloh mana shuni o'zida ham baraka bor. Ko'payib ketadi qo'yingiz. 5 million so'mga kelar qo'yga qarang. Ikkita qo'y beradi ekan. Qo'y. Like bosib qo'llab-quvvatlab turing. Xudo xolasa biz yana bir bor eslatib o'tamiz. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha mashhur Optimchi arzonchilar qishlog'i, Saroy qishlog'ida bo'ldi. Ya'ni meni Qahramon qo'ramizda bo'ldi. Xudo xolasa like bosib qo'llab-quvvatlab turing. Qo'ylarimiz ham qochib ketdi.